Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, uzoq yaqindagi mo'min musulmonlar. Mana bugun 4-fevral, chorshanba kunida Muhammad Yusuf kanalidan chiroyli qilib sizlarga yoqadigan qilib, narxlar arzon va go'zal obzor qilib beramiz. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri, xudolar chiroyli narxlarni qilib beramiz. Musofir yurganlarda Alloh o'z panohida asrasin. Inshaalloh pullarini topib, yurtimizga bola chaqasini oldiga eson-omon kelish hammalariga nasib qilsin. Qaysi yurtda bo'lsa ham, musofir u baribir. Manzillarni aytib o'tamiz. Andijonda Piyosbek, Toshkent Pitagi. Toshkent Pita, O'zbekiston ko'cha desanglar, Namangan, Farg'ona, Qo'qon shu joylardan keladiganlarga O'zbekiston ko'cha desanglar, O'zbekiston ko'chaga kelib, Toshkent Pita desanglar, shu Toshkent Pitada Muhammad Yusuf akasasida ham bor, to'g'rimi? Xudo xolasa sizlarga qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib Muhammad Yusuf bugun mana bitta obzor qilaylik deganiga kech olsa ham bitta chiroyli qilib sizlarga ulashamiz inshaalloh. Manzillarni aytib o'tdik, nomerlarni aytib o'tamiz. 99 273 0001, 90 648 0001, 91 648 0002, 91 618 0002, 91 168 0002, 90 220 77 79, 91 91 qaysi nomer? 618. 91 90 648 0001 raqamlarda Telegram, WhatsApp, hamma kanallarimizda, hamma Telegram, WhatsApp, imogacha bor. Inshaalloh musofir yurganlar mabodo telefonni ko'tarishmasa, Telegramdan yozinglar, albatta oladi inshaalloh. Xudo xolasa sizlarga manzil keladigan qilib, narxlarni bugun bomba qilib beramiz inshaalloh. Xudo xolasa bartillarni aytib o'tamiz. Bartillar 07 Jiguli Devoni qanaqa turidan qat'iy nazar olinadi. Bu yoqda 07 05 Jiguligacha mol qo'y farqi yo'q. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga qo'limizdan kelganicha juda ham go'zal qilib Muhammad Yusuf bilan hozir obzor qilib beramiz. Narxlar bugun vashi arzon qilib beraman. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 34 ming yurgan kraskasi toza, juda ham go'zal holatda trekerimiz Premier Plus Redline'dan keyin chiqqan pozitsiyasi Premier Plus Redline'dan ayb qizil yo'q xolos. Redline'ni bir xil hamma yo'qi. Bu mashinamizni 17500 ga qo'ydik. 17500 dan 17300 ga qo'ydik. Ertaga 17 ming dollarga qo'yib beramiz. 17 ming dollar. 17 mingga bank qilib olaman desanglar, kapitaldan 3 ming dollar bilan chiqadi. Anor bankdan 2400 2,5 ming bilan bank qilib olsanglar bo'laveradi. Kapitaldan olsanglar 5 million 800 mingdan arzon chiqadi. 12larni ham narxlarini bugun tushirib olamiz. 2024-yil ishlab chiqarilgan 20 ming yurgan propan gazlari bor. 4-paytda avtomat ertaga kunga 12600 ga qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desanglar, kapitaldan 2400 bilan chiqadi, Anor bankdan 1800 2000 atrofida chiqadi. Oylik to'lov kapitaldan 4 million 400 mingdan chiqadi. 24-yil akalar. Bular ikkovi ham 2020, bittasi 24, bittasi 23. Bittasida petnosi bor, bittasi toza. Bitflexdagi ikkovini ham ruxsat bor. Propan gazlari bor. Buni gaz qo'yilmagan. 20 ming yurgan holat, juda ham go'zal holatda. Ikkovini ham narxini bir xil qilib qo'yib beramiz. Ikkovini ham narxi 13900 dollardan. 13900 dan akalar. Aksiya. 13900, 14200 ga qo'yilgan mashina akalar. Bu mashinamiz o'g'lim 2025-yil ishlab chiqarilgan 16000 kilometr. Midline juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga 13 ming dollarga qilib beramiz. 13 ming dollar emas akalar. 16 ming yurgan. Bunisi 24 ga 25. Kobaltimiz Midline'dan oldin chiqqan pozitsiyasi, 4-paytda avtomatga olib 40 ming yurgan kraskasi toza. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashina 12200 dollarga qilib beramiz. 12200 dollar bo'laveradi. 12200 ga onajonisiga bonusi ana bor. Bank transporti bizdan, generallimi, olsot qo'lasizlarmi bizdan. Xudo xolasa 300 dollar bonus olib. Juda ham go'zal mashina olib qo'ydim. Ko'rsating o'g'lim 2025 ga 26 8000 kilometr yurgan. Midline ishlarini ham ko'rsating. Flexdagi ham ruxsati bor. Yangi 0 ga 8000 yurgan. Bitta ham chizig'i yo'q. Juda ham hali beg'ubor maza qilib minadigan. Fonni ko'rsating, ishlarini ham, uni atroflarini ham. Juda ham go'zal holatda bu mashinamiz 13200 dollarga juda ham chiroyli qilib beramiz. Onajoningiz bilan kelsangiz 100 dollar bonusi bor buning. 13200 ga mana akalar 100 dollar bonusi ham bor. Ikkovi ham 2022. Kraskasi ikkovida ham yo'q, petnosi ham yo'q. Yurgan kilometr bittasi 40 ming yurgan, bittasi 100 ming atrofida yurgan. Ikkovi mashinani ham bo'ladigan narxi 11 ming dollardan qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desanglar 1300 dollardan chiqaveradi. Oylik to'lov 4 million 500 ming. 4 million 500 dan mana akalar oylik to'lov. Bunisi 2019 ga 20 juda ham go'zal holatda. Kapotda ichida petno bor, boshqa joyda kraskasi yo'q, toza avtomatga olib ketdik. 8800, 8700 ga 1300 bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 3 million 970 mingdan. 8700 ga mana akalar.
Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan kapot krilos kraska, gazi yo'q. Buni juda ham go'zal holatda 500 dollarga qilib beramiz, 9600 dollarga qilib beramiz. Mana akalar 500 dollarga Cobalt. Bunisi 9600. 2012-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'ning birinchi chiqqan varianti. Kraskasi kapot kriloda bor xolos, boshqa joyda yo'q. Yurish turishi, motori hamma yo'qiga javob. Motorlari qilingan, ertaga kunga 5700 ga generallik ichida qilib beramiz. 5600 ga generallik ichida qilib beramiz. 5600 yo'q ketdi. Bunisi 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Kraskasi bor, 30-40% bor. Kraskasini bilib turib oldik, lekin ichi o'tmagan, suvagi butun. Juda ham go'zal holatda. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, 6000 deyapsizmi? 6000 demaymiz. 5800 qilib beraymi? 5700 qilib bering. 5500 dollarga qilib beraman. Ana, 5500 dollarga generalisi ham ichida. Maqsad sotish. Avtomat korobka 2014-yil Cobalt'imiz 1,5 ming markasi nomiga qilib beraveramiz. 5500 ga mana. Bunisi 2008-yil ishlab chiqarilgan Takumani eng taqoyi bo'laman. Yuklari bor, navorot, pavorot eng go'zali. Kraskasi yo'q, top-toza. Bu mashinani ertaga kunga 5300 dollarga qilib beramiz. 5300 ga mana akalar metan gazlariga Bu esa. Sparkimiz 2022-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Bu mashinamizni ertaga kunga 22 kraskasi yo'q, propan gazlar bor, toza 1200 dollar, 1100 dollar bilan 7800 dollarga qilib beramiz. 1100 ga chiqyapti, 7800 tanladi. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan kraska umuman yo'q desam adashmayman, kraskasi yo'q. Petnosi bo'lsa borki, top-toza. Bu avtomat korobka juda ham go'zal holatda ertaga kunga 7300 dollarga 1300 dan 4 yilga chiqadi. Bu Sparkimiz 2011-yil ishlab chiqarilgan kapot kraska, boshqa joyda kraskasi yo'q. Maqsad sotish. Ertaga kunga sizlarga ulashib arzonlatib beraman deganim sababi 4000 dollarga qilib beraman. Bormi 4000 dollarga? Mana akalar 4000 dollarga onajonisiga 100 dollar bonus qilib beraman. Mana 2011-yil. Bunisi 13-yil ishlab chiqarilgan Matisimiz bitta eskida kraskasi bor. MX juda ham go'zal holatda ertaga kunga 2700 ga qilib beraman. 2700 ga mana akalar. MX. Nexia bir ishqozlariga. Bilasizlar, buni barterga olib qo'yganmiz, 2300 dollarga qo'yib berib, ertaga kunga 2200 dollarga qilib beramiz. 2006 Trambler son. 2200 ga mana akalar, 2300 ga qo'yildi. Ikki dona qopda juda ham go'zal holatda, bittasi 15, bittasi 2009, bittasi Lux kanseri, ikkovi ham Lux kanseri. Bro 6 ikkalasi. 2009-yildagi Bro 6 Lux kanseri 3300 dollarga qilib beramiz. 3,5 ga ham sotmagan ekan egasi, lekin 3300 ga men qilib beraman. 3300 dollarga Bunisi mana akalar. 2015-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda. Bu mashinamizni ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4400 dollarga qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desangiz 1400 bilan, 1200 dollar bilan chiqaveradi. Mana akalar 4400 dollar. Lasetti so'ragan akalarimiz. Ikkovi ham juda go'zal holatda. Bittasi 2011, bittasi 2005, bittasi Optra, bittasi oddiy o'zimizning Lasetti. Juda ham go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2011-yilni 4500 demaymiz, 4300 dollarga qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desa 1300 man kelsa, qolgani bankdan chiqaveradi. Bunisi Muhammad Yusuf 2005-yil ishlab chiqarilgan Optra juda ham go'zal holatda, ichlari, salonlari ham juda go'zal holatda. Bu mashinamiz 3500 dollarga qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desangiz 1200-1300 bilan bu ham chiqaveradi. 2005-yil. Bunisi 2012 ga 13 Bro 6 motor Lasetti'ni, ashu Lasetti'larning oxirida chiqqanlari Bro 6 motor, bunisini 6300 dollarga qilib beramiz. Juda ham go'zal 2012-yil. Avtomat. Mabodo bank qilib olsa 2000 bilan kelsin, bankdan chiqaveradi. Nexus so'ragan akalarimizga. Bu Nexus'larimiz ikkovi ham bittasi 20, bittasi 19, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, ikkovi ham 7500 dollardan. Mabodo bank qilib olaman desa 1700 man chiqyaptimi? 1700 Oylik dan. to'lov 3 million 100. 3 million 100, 3 million 200 dan 4 yil. 3 million 100 dan chiqyapti 4 yilga. 4 yilga. 7,5 mingdan mana akalar. Bunisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, juda ham go'zal holatda, qorasidan bet-betda petnolari bor, suvagi butun, ertaga kunga 8000 dollarga qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desa 1800 bilan 3 million 200, 3 million 300 dan 4 yilga oylik to'lov. Akalar. Bunisi 2020-yilda ishlab chiqarilgan kraska umuman yo'q, top-toza, juda ham go'zal holatda 7700 dollarga qilib beramiz. 7700 ga akalar mana. Bu Gentra so'raganlarga, bu Gentralar bittasi 20, bittasi 19. Ikkovi ham juda go'zal holatda. Kraskasi bittasida petrosi bor, bittasi toza. Kraskasi bor 9500 dollarga qilib beramiz. Kraskasi yo'qda 10500 ga qilib beramiz. 20. Aypi kilometr ozroq bunisini. Bunisi ko'proq yurgan. Ikkovi ham go'zal holatda. Mabodo bank qilib olaman desa 1800 dollarga 4 milliondan chiqadi.
Mabodo buni bank qilaman desa 2200 ga 4 million 500 mingdan chiqadi. Bunisi 2018-yil ishlab chiqargan 3-payizda. O'zi jentralarimiz hammasi 3-payizda. Agar mexanika bo'lsa aytib o'tamiz, qolgan hammasi bitta mexanikamiz bor, qolgan hammasi avtomat korobka. 2018-yil ishlab chiqargan bitta eshikda kraskasi bor. Juda ham go'zal holatda bu mashinamizni ertaga kunga Nobod 2,5 ming 3 ming puli borlarga bankka beramiz, 8200 dollarga qilib beramiz. 8200 ga mana akalar. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda. Kapot kraska xolos, boshqa joyda kraskasi yo'q. 9700 dollarga, 9600 dollarga qilib beramiz. Bank qilib olaman desa 1800 dan 4 milliondan oshiqroqdan, 4 million 200 atrofida 4 yilga bank chiqadi. 9600 ga akalar 19. Bunisi bittasi ikkovi ham 2020. Bu 23, bu 20. O 23 mi? 880. Ona 400 bo'ladi. 2020-yil ishlab chiqarilgan juda ham go'zal holatda, kapotida kuchli petnos bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9700 dollarga qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desa 1400 1500 bilan 4 million 400 mingdan 4 yilga chiqadi. Bo'laveradimi o'g'lim? Bo'laveradi. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan 3 tamikin detalida kraskasi bor, 60 ming yurgan 3-payizda qop qorasidan ertaga kunga 1400 dollarga 11900 dollarga qilib beramiz. 4 million 400 mingdan oylik to'lov. 11900 ga mana akalar. 4 million 400 dan oylik to'lov. Bunisi 2020-yil ishlab chiqarilgan kraskasi sapojokida bor xolos 120 ming yurgan ertaga kunga 11 ming dollarga qilib beramiz. Mabodo bank qilib oladiganlarga 2 ming dollar bilan bankdan chiqaradi. Oylik to'lov 4 million 400 ming. 4 yilga. 4 yilga akalar. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan Plexga ham ruxsati bor, hamma yo'g'i оборот, наоборот, hamma yo'g'i bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamiz 12300 dollarga qilib beramiz. Mabodo bank qilib olaman desa 900 dollar bankasi nomiga 5 million 400 mingdan bank qilib beramiz. Mana akalar 900 dollar. Bu jentramiz akalar, davlat raqami 707. Muhammad Yusuf 2022-23 ming kilometr yurgan, juda ham go'zal holatda, gaz ham qo'yilmagan, navorot Plex pomni shumka, mashinani eng svejisi desam adashmayman, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 13900 dollarga qilib beramiz. Onajonimiz bankasi 100 dollar bonus ham qilib beramiz. Ana akalar 13900 dollarga. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan, kapot kuchli kraskasi bor, bitta krilosi bilan juda ham go'zal holatda, to'rov baloni, qimmat balonlarigacha bor. Ertaga kunga 9500 dollarga qilib beramiz. Mabodo bankda 1800 bilan bankdan chiqaradi. 9500 ga 1800 bilan chiqaradi akalar. Bunisi Instagramga ham qo'ydik. Bu juda ham go'zal holatda 2022-23 65 ming yurgan kraskasi top toza go'zal holatda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 600 dollar bilan nomiga 4 million 500 mingdan oylik to'lov. Berayotgan 600 dollarga nomeriga ham zo'rga yetadi. Shu pulga nominglarga qilib beramiz 600 ga. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri, 600 dollarga. Patishga bosib qo'yiladi Muhammad Yusufga. 600 dollarga mana juda ham go'zal holatda. Hozir aytib o'tdik. Bu mashinani o'zi 18 ming dollar olgan ekan. 2023 ga 24, yurgan piraga 27 ming yurgan, 2 ming dollar navoroti bor. Juda ham go'zal holatda. Mabodo bank qilib olaman desa ham bank ham qilib beramiz, naqd pulga olaman desa ham 14 ming dollarga beramiz. 14 ming dollar akalar. Pomni shumka bo'lgan akalar navorotlari bor. Plex Malibu bar 27 ming yurgan go'zal holatda. Ishlagan zo'r holatda. Bunisi 2022 23. bu tomonni qildik. Kebel ya. Bunisi 2022-23 kraskasi yo'q, juda ham go'zal holatda, 50 mingga bormay yurgan kilometri. Buni o'zimiz jiyanimga sotuvdim. Cho'nnida chiqib qolgan sababli, mana shu xalq maza qilsin degan uchun 6200 dollarga 6000 dollarga qilib beraman. Muhammad 200 dollarga chiqarib beraman. Nomer tek pasport hamma yo'g'iga yetadi. 200 dollar bilan kelsa bo'ldi. Pasport toza bo'lsa bo'ldi. Boshqa hech nimasi kerak emas. 200 dollarni olib kelsin, nomiga 2 million 800 mingdan kredit chiqarib beraman. Arenda ham miyapti, yo'q odamlar, to'g'rimi Muhammad Yusuf? 120 mingdan. Bu kuniga 85 ming, 90 mingdan tushadi hozir. 200 dollarga akalar bormi? Mana 22 namazimiz. 200 dollar. 2016-yil ishlab chiqarilgan 114 ming yurgan, juda ham go'zal holatda mashinamiz. Qaymasi bu yerda. Eshigi bilan krilochasida kraskasi bor. Yurgan probegi 114 ming. Javob tekshirib olaversa ertaga kunga 3900 dollarga beramiz. 3900 ga mana akalar. 2016-yil 114 ming kilometr yurgan akalar. 4 yumshoq balonlari bor. Muhammad Yusuf kuzatayotganlar Alloh o'z qanog'ida asrasin. Har bitta bosgan lakizga, podpiskasiga Allohim salovat savoblarini bersin. Bu jiyanimi
hamma kuzatib borar ekan. Inshaalloh mana shu bola ham 5-10 mingmi, 20 mingmi, 30 ming bo'lsa bittadan like, bittadan parkiga bosib qo'ylar. Mana shu bola ham umid bilan mehnat qilib, mana shu blogerlik kuchli bo'ladi, harakat qilyapti. Shuning uchun men ham obzor qilishda charchamay mana shu bola uchun qilyapman. 2019 ga egilman, juda ham go'zal holatda. Kraskasi 10% ga 15% bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Ertaga kunga Muhammad tushib, mana shu mashinani 4600 ga siz podpischilaringiz uchun qilib beraman. Mabodo bankir bo'laman desa 1100 ming kelsa, 2.100 mingdan 4 yilga oylik to'lov chiqadi. Mabodo arendaga berib qo'ysa ham, mashinani unutib yuborsa ham o'zini o'zi uzaveradi. Faqat buni ishlash kerak, bankdan olgandan keyin harakat qilish kerak. Xudo xolasa manzillarni aytib o'tamiz. Andijonni Piyosbek, Toshkentdagi Andijon O'zbekiston ko'cha desa hamma biladi. Men bartillarimiz Devoda qanaqa turidan qat'iy nazar 90-yil Devo olmaydi, Devosi olaveramiz. 07-05 Jigulida farqi yo'q, mol qo'y. Qanaqadir bartillaringiz bo'lsa olib kelinglar, inshaalloh Devo bo'lsin. Jiguli 07-05 gacha. Xudo xolasa sizlarning xizmatingizmiz. Nomerlarni aytib o'tamiz. 90 648 0001, 91 648 0002, 91 618 0002, 91 168 0002, 90 220 77 79, 99 273 0001 raqamlari. Xudo xolasa ijtimoiy tarmoqda hammasi javob beradi. Javob bermaganiga Telegramga yozinglar, Telegramdan albatta javob beradi. Mabodo telefonsiz o'zim promoy keldim, $100 qo'shimcha bonusini ham qilib beraman. Xudo xolasa ertaga mana 5-fevral payshanba kuni inshaalloh yanimizda rosa katta guruch bozor borda, guruchlarning arobida 5000 so'mga ham guruch bor. To'g'risida bu guruch bozorida reklama qilishda emas. Kelinglar, Navoda guruch purish kerak bo'lsa ham ertaga kelsanglar, yanimizda rosa tonnalab guruch olib kelib sotishadi. Maza qilib oilalarga guruch ham bor. 5000 dan ham guruch sotishyapti, 7000 dan ham sotishyapti. Ro'zaga tayyor akalar. Arzonchilik maza qilib kelsanglar, ertamanda katta bozor bo'ladi yonimizda. Uylarga maydonchada ro'zg'orlik qilsanglar ham maza qilib xursand bo'lib ketasizlar. Mashinalarni ham ko'rasizlar, narx-navori ko'p to'g'ri kelib qolsa, hoy bank qilib olinglar, hoy naqd pul yo'linglar, sizlarga manzur keladigan qilib, go'zal qilib, inshaalloh ertaga o'zim ertamanda savdodaman. 1-2 kun dam olib keldik. Xudo xolasa juda ham go'zal qilib, sizlarga yoqadigan qilib, inshaalloh hammalar qilib beraman. Musofir yurganlar Alloh o'z panohida asrasin. Inshaalloh yurtimizga, bola-chaqamizning oldiga, bola-chaqanglarning oldilariga inshaalloh ashetta ishlab, rizqlar topib kelib, nasib qilsin oshganiga mashina olish ham nasib qilsin. Qanaqadir mashina oladigan bo'lsanglar, qo'limdan kelganicha bonuslarni qilib beraman. Muhammad Yusuf, rahmat senga ham. Muhammad Yusufga bittadan like, bittadan pastga bosib qo'yinglar. Omad ham